Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan Artik. Hop, men Survival qilamizning 3-qismini olishni boshladim. Ko'rib turganinglardek, 2-qismda mana shu kunga tushaman degandim. Ha do'stlar, men va'damda turaman. Bu kunga albatta tushamiz do'stlar. Mayli, qani kunga let's go bo'lmasa. Xo'sh, 3-qismda tushamiz degandim. Lekin meni vaqtim bo'lmay qoldi. Ozgina mashina ham yasab olishim kerak. Adashmasam menga 9 ta allaqan joy yetadi, to'g'rimi? Yetmasa yana yasamizda nima? Shu yurda ichkariga kirib ketsa bo'ladi. Qanchalik qo'rqa tushsak, shunchalik yaxshi. Hop, qani qo'rqa tushamiz. Ortimdan fakkalar qoldirib ketyapman. Bu chuqurni davomi yo'qmi? Nima? Chuqurlar ustimdan kulyaptilarmi? Doimda bittagina fakkalcham qoldi. Bu esa hech qayerni yorita olmaydi. Mayli, qo'yamiz va qani yo'q, qarab ketgan yo'l bor ekan. O'sha qarab boramiz va yana qo'yamiz. Olamizda. Yana qo'yamiz. Olamiz. Fakkar qani? Şimdi yana qo'yamiz. Bu kondiyan davomi yo'q. Bu fakkar meni so'g'ash qo'ydi. Tomanda yotib ekan. Shuni qo'ysam balo bo'lmaydi. G'irt naqa ekan, tupoy ekanman-ku. Voy, banatda nimalar bo'ldi? Kremini bunday qilyaptimi? To'xtanglar. 1 daqiqa to'xtama. Men hozir yagona chiqish yo'limni berib qo'ydim. Yo'qmi berib? Yo'q. Yasa, gelilikni mendan o'rganasizlar, tushundilaringmi mana? La'natda men nima qildim? Uy, bitta blok tashlab ko'ramiz do'stlar. Aniq tushib ketadi va yo'q. Va ustimdan kulyaptimi bular? Birinchi marta tushun kerak bo'lganlarda. Tushmaysanlar. Qo'ygansizlar haqiqiy. Bu kondan chiqib banku. Endi esa oddiy biyomga borishimiz kerak do'stlar. Oddiy biyomda ko'pincha olmoslarni uchratish juda ham ko'p. Yo, olmoslardan nimami? Ustimni bekitib qo'ydim hozir va oddiy biyom. Ketdik, surdik. Aytgancha menda oltin olma bor. Buni hozircha yeyishga shoshilmayapman. Mana bilmadim. Xo'p, qani ketdik. Tushunmadim, mana bu daraxtni bunaqasi yo'qmi yoki men birinchi boshlagan joyimga qaytib keldimmi? Umid qilamanki, birinchi boshlagan joyimga qaytib kelibman. Hamma shu qarab turamiz, ketdik. Yaxshi ham bo'ladigan joyda paydo bo'ldim. Bu yerda hech qanaqa suvlar yo'q. Do'stlar, xo'p, qani ana endi suramiz. Voy, la'natda to'xta, men suv olib olay. Nima, yo'llarni ham shular qo'riqlashadimi hali? Mayli, hech bo'lmasa suv menda. Nimaga Minecraft'im qotiydi-ya? G'alat Minecraft ekan. Bekor, bolas gapiga kiribman. Bekor do'stlar, bu Minecraft'ni 100 yildan beri savollarlarda nimalar bo'ladi? Albatta bu sizlar kutgandek qishloq. Albatta savannani tagida ham nima bo'lishi mumkin? Albatta olmos ham bo'lishi mumkin do'stlar. Boshqani ana endi oltani qo'lga olamizda daraxt chopish ishlarini boshlaymiz. Mazza. Bu daraxt rasvoy ekan-ku. Xo'p, mana chopamiz, yana chopsak bo'lgan daraxtlarni qaranglar. Bu daraxtni ichida men yo'lga qo'yib turaman. 8 ta yetmaydi do'stlar.
Bizga esa juda ham ko'pgina kerak. Yana tugadimi? Menga daraxt esa yetarli bilan 21 ta dona daraxt kerak. Boshqa daraxtni boshim ko'ramanmi? 19 ta 20 ta daraxt. Bitta cho'paman. 21. Aynan. Shuncha daraxt fakkellarga yetib qoladi. Xo'sh, ana endi biron xil savannada bo'lish kerak o'qishlar. Nima qilyapsizlarmi? To'g'ri orqasiga o'tishim kerak qanaqadir. Lekin chiroyli ekan savanna do'stlar. Savannada albatta nima bo'lishi mumkin? Albatta, qishloq bo'ladi-da. Qishloq bor joyda esa men bo'laman va daraxtim hech qayerda. Nimalar qilyapman to'g'ri. Oxir men endi daraxtga do'stlar bo'ldi. Uni mana shuni satgan yurdim. Qo'shqani yetmagan orqali esa mana shu yerga qo'yib chiqsa ham bu yana qanaqa o'ynamoqchilik. Mana qo'yamiz. Pitski xo'shmi yana bu yerdami? Duruq chiqib bir sunakli. Yo do'stlar, men savannadagi qishloqni topdim. Bu eng yoqtirgan qishloqlarimdan biri. Wow, savanna do'stlar, men bu qishloqni qancha payt qidirganman do'stlar. Axir qanchalik dahshat zo'r qishloq. Mayli, bu qishloqda endi vijvaniyani davom ettiramiz. Bu qishloq menga qanchalik yordam beradi do'stlar. Endi aniq kanalga obuna bo'lib qo'ying, chunki sizga ham savanna yoqadigan bo'lsa-da bo'ldi. Water drop chiqaringlar. 1 2 voy la'nati. Suvni quydim, keyin water drop qildimmi? Ha, jon ko'p ketdi lekin. Xo'sh, qani savanna chiroyli. Tan olish kerak. Buni uylari chiroyli-da. Bir temir qopcha ham bor ekan. Mana senga ol, senga to'xta. Hozir bu meni urib tashladi-ku, tezroq tepaga qur. La'nati doim kerakli paytda naqilmaydi, pachoqali. Yaqinroqga borishim kerak shekilli-da. Ey, galimachi. Bo'ldi do'stlar, urdim. Ana endi tepaga qurib olish kerak. Qur. Galim keldi. Trekimiz hozircha. Endi sen galim menga asabimga tegma umuman. Seni shunday chopib ham yuboraveraman. Mana senga yaraman. Senga shular ham kam. Menga ozgina temir kerak. Pachoqali, qalqon yasashga temir berib tur. Katta rahmat. Bu yaxshiligingni hech qachon unutmayman do'stim. To'xtanglar. La'natda meni temirda qiladi-ku, nima yo'ladim? Ha, bo'pti. Muhammad Taroningdan bu yerda men qilib chiqaringlar. Chiroyligina qilinchi. Xo'p, ana endi bizning qiladigan maqsadimiz bu yerdan yotoqni olib bu. Menga bu yotoqni kerak yo'q. Ajoyib. Buni olmaslik kerak. Nimacha bu? Sizlar nima tupoymisizlar? Nimaga to'panga o'xshab kiyim olgansizlar? To'xta. Sen nima sotasan? Voy, la'nati, bola ham sotmaydi. Sen nima sotasan? Nima? Yo, bu yerda cho'chqa go'shtiga 7 ta cho'chqa go'shtiga bitta dumrat. Do'stlar, bu savanna omadli ekan. Menda axir cho'chqalar ketib turibdi. Yo, mana cho'chqa ham topildi. Nima gap cho'chqa jonim? Yapamiz. Senlarni esa cho'q tashlayman. Menga ber, yaramas. Birinchisi, albatta, cho'chqa bu yoqqa kel. 2 ta. Bizda esa nechta dumrat bu? Ishtasi bo'ladi endi. Xo'sh, qani sizlar kelinglar. Sen biling.
Narsa sotadigan senmiding? Qo'lingda zumrad ko'rmayapman hech biringni. Qaysi biring narsa sotasan o'zi? Senmi? Yo'q. Yo'q. Ustimdan kulyapsizlarmi do'stlar? Do'stlar, hech bo'lmasa sen eding shekilli, va sen yo'qqa kel. Bularingni boshimga yoramanmi? Voshna, ustimdan kulyapsizlarmi? Axir menga narsa sotishing kerak edi-ku. Yoki men u qishloq o'zi qayerda qoldi-ki? Qo'y. Yo'q. Yaramas. Cho'chqajon. Sen umuman bo'l, asabimga tegma. Bo'ldi, yaxshiroq jonlar shekilli. La'nat, sakrab uraman. Sakrab uraman. O'l endi. O'lmadi bu pochvali. Immuniteti bormi nima? To'xta, seni chopmoqchiman men. La'nati. O'lay dedim-a. Sal qolsa o'lib ketadim. Qo'y, qishloqqa to'xta. To'xta de. Voy. Endi bu qishloq qayerda qoldi? Kim cho'chqa go'shtiga narsa sotadi? Redstone'ni boshim yoraman, menga zumrad kerak. Zumrad sotinglar. Xullas kalom. Sakrab uramiz. Bittada bo'ldi. Qanday 9 ta. Ajoyib. Voshna, hech bo'lmasa senmisan narsa sotadigan. Bu zaybalaganda yo'qolib berdi. Hech narsa sotmasang senga nima kerak? Ko'rikansizlar. Balki sen sotadi. Yo'q, qaysi biri sotadi o'zi? Bu qishloqda o'zi birorta sotadigan odam bormi? Hey! Cho'chqa go'shtiga narsa zumrad berasanmi? Va ko'raylikchi. Yo'q. Menga zumrad kerak. Bu yerdagi qayoqdadir g'alati narsalarni tushunmadim. Viruslar qayerdan keldi? Shunday kulyapsizlarmi do'stlar? Yo'q, viruslar versakni ichini ochib ko'ramiz. Oddiy versak bilan bir xil. Qanday dahshat. Aylida xo'p, qani endi ko'ramiz bu qishloqda nimalar bor ekan ko'rib chiqishga odam ham yo'lyapti. Xo'sh. Yo'q, menga bunaqa narsalar kerak emas. Menga esa boya ko'rdilaring-ku do'stlar. Qaysi ko'rdi yuribdi? Hey, senmiding? O'sha narsa sotadigan senga men nima qildim o'zi narxlarni ko'tarish yo'ri? Yo'q, do'stlar. Hozirroq ana u naqani topishimiz kerak. Yo'qsa uyam narxlarni ko'tarib yuboradi. Oshna senmisan? Voy. Hech bo'lmasa sendirsan? Yo'q. Menga esa narsa sotadigan kerak. Bu yerda esa qayoqdadir g'alati. Voy, boshim yoramanmi buning sandig'ida esa. Nima barobar? Bu kimni uyi? To'xta, sen yangilanding-a? Bitta zumradga sotyapti. Bu boshim yoramanmi buni? Menga kerak emas. Bir qator joy yotib qoldi. Ko'ra cho'chqa go'shtini olib yerda o'zim ham yuborishim kerak. Pishmaganmi? Xullas qo'y. Hamma qishloqlarning yoniga borib, shunday qilib urib ko'rish kerak. Sotadimi, sotmaydimi deb. Men topdim shekilli. Umid qilamanki, sen bo'la. Voy, la'nat. Bu ustimdan kulyapsanmi sen? Oshna, nima qilgan senga? Mayli do'stlar, albatta ko'rib chiqdim xohlasanglar
Shu videoga like yig'ib bersizlar. Atigi 57 ta like. Mayli, hammaga xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.